Assalomu alaykum qadrli bizni ko'rayotganlar, tomosha qilayotganlar. Bugun biz sizlar bilan, demak, Laravel'da darslarimizni bir qanchasini davom ettirgan bo'lamiz. Asosan bugun routing tizimlari bilan ishlash masalalarini ham ko'rib chiqishimiz kerak. Demak, men oson bo'lishi uchun birinchi e'tibor berasizlar, Cathedral.lo degan domen nazorat qilib olganman. Bunga, demak, examp ichiga mana bu yerda ko'rish mumkin, Cathedra degan bitta katalog, ya'ni bitta loyiha sifatida Laravelni o'rnatib olganman. Menda hozir ishlab turibdi. Mana bu yerda ko'rish mumkin. Men bunga, demak, MySQL yordamida, ya'ni migrate qilib bo'lganman. CathedraDB degan bitta, demak, baza ochganman. Bu bazani ko'rsatishim mumkin. Ichida hech narsa yo'q, mana. Plus belgisi yo'q, demak ichi ochilib turibdi. Ichida hech narsa yo'q. Bu migrate qilgan mahalimda hozir ko'rishimiz mumkin. Migrate'dan keyin buni boshqa videolarda ko'rish mumkin. Migrate'dan tashqari migrate qilgan mahalda bir qancha jadvallar bu yerga joylashib qolgan. Bu narsa ogohlantirib qo'yay. Xo'p, Apache'da demak mana 8043 3306 portlarida ishlab turibdi. Bu yerda demak mana shu holat, mana CathedraDB'ning ichini ochib olamiz biz. Mana bu narsalar migrate qilgandan keyin hosil bo'lgan narsalar. Xo'p, biz nima qilamiz? Biz asosiy bugun ko'rmoqchi bo'lgan narsamiz sizlar bilan routing narsa, routing. Ya'ni routing nima? Mana shu hozir biz sizlar ko'rib turgan narsa sahifa hisoblanadi. Bu sahifa qayerda joylashgan? Bu sahifa resursning ichida, Viv'ning ichida mana shu welcome blade deb nomlangan fayl. Mana shu fayl web sahifa sifatida mana shu yerda o'zini gavdalantirmoqda. Barcha narsa ana shu yerdan olingan. Ko'p joylarga e'tibor beradigan bo'lsak, bu ko'p narsalarning internetdan to'g'ridan-to'g'ri silka sifatida dizaynlarini, boshqalarini olyotibdi. Endi bu narsani mana shu Cathedral.lodan keyin bitta drop qo'yilgan holatda chiqayotganligiga sabab bu yerdagi rootdagi mana shu funksiya, ya'ni bu yerda Viv'da blade fayllar bo'ladi. Bu fayllarni qayerda chiqishi kerakligini routes papkasidagi mana shu web.php dagi yozilgan narsalar hal qiladi. Demak, mana shu narsalar bizga uni qayerda chiqishi kerakligini hal qilib berar ekan. Demak, tushunarli. Endi bu yerda nima deyapti? Bu oddiy funksiya yozyapti. Get bilan bilamizki, ikkita asosiy demak usul bor, lekin uchinchisi ham bor. Bu resurs deb ataladi, yana boshqalari ham bor, lekin eng sodda holatda get va post tushuntiriladi. Demak, get orqali route, mana route qilyapti, get qilyapti. Endi URL manzili yozishimiz kerak. Mana URL manzil oddiy bitta slash, mana shu slash. Mana shu slash bo'lganda nima bo'lsin? Bu yerda funksiya yozilyapti. Funksiyada nima deyapti? Funksiyada aytilyaptiki, return, ya'ni qaytar Viv'ning ichidagi, mana Viv'ning ichidagi welcome faylini, welcome qanaqa fayl? Blade texnologiyasi asosida, demak, hosil qilingan, tuzib chiqilgan fayl hisoblanadi. Oxiridagi oddiy PHP faylligini bildirsa, Blade bu texnologiya, ya'ni hozirgi kunda front-end rivojlanib boryapti. Bularning turlari ko'p. Endi bu yerda o'sha front-endni hosil qilib olish uchun oddiy Blade texnologiyasi asosida bularni hosil qilish mumkin. Xo'p, biz ham bunaqa qila olamizmi? Albatta buni qilishimiz mumkin. Bitta misol ko'rsatib beraman. Mana get orqali biz mana shu yerga olishimiz kerak. Undan keyin drop qo'ygandan keyin birinchi sahifa desam nima chiqsin? Endi bu yerda hali hech narsa yo'q. Agar to'g'ridan-to'g'ri welcome chiqish kerak bo'lib qolsa, buni to'g'ridan-to'g'ri mana shu yerga siz yozasiz. Birinchi sahifa deb enter bosadigan bo'lsangiz, hozir 404 beradi birinchi holatda. Xo'p, bu yerda URL bo'yicha birinchi sahifa bo'yicha keldi. Demak, welcome blade faylini to'g'ridan-to'g'ri ulash ham mumkin bu yerga hozir. Xo'p, ishlayapti. Xo'p, bizda qanday holatda bo'lishi kerak bu? Hozir buni ko'rsataman. Demak, xuddi shunaqa bo'ladi, muammo bo'lmaydi. Birinchi sahifa deysizmi, nima deyishingizdan qat'iy nazar mana shu joyiga nima bo'lishi kerak bo'lgan mana bu yerdagi route yoziladi. Misol uchun siz buni birinchi sahifa demasdan sahifa deb qo'yish, birinchi deb qo'yishingiz mumkin.
unda mana bu yerdagi joyga ham nima deb chiqishini siz aytayotgan bo'lasiz. Mana shu yerda o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Demak, mana shu joyda siz root orqali kerakli, demak, faylni chaqirishingiz mumkin ekan. Xo'p, bizda misol uchun boshqa fayl hosil qilib ko'raylik. Kelamiz. Bu yerda yangi PHP fayl, misol uchun birinchi nuqta blade deyishingiz kerak. Agar PHP shtormda bo'ladigan bo'lsa, qolgan PHP ni o'zi qo'shib oladi. Mana bizda bor. Endi bu PHP demak framework bo'lganligi sababli PHP fayllar bilan ishlash kerak. Misol uchun echo hop h1 HTML taglari bilan albatta yozamiz. Bu birinchi hosil qilingan sahifa deyishimiz mumkin. Mana buni chiqarish kerak bo'lib qolsa, buni faylning nomi birinchi. Bu birinchi deganda chiqish kerakmi? Mana shu joyda, mana view ichida o'sha birinchi deb yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana birinchi faylning nomi yoziladi, qolgan narsa yozilmaydi. Endi mabodo bu yerga avtomat beradigan bo'lsak, mana bu birinchi hosil qilingan sahifa. Demak, mana shu yerda qanday blade fayl hosil qilinishi kerak bo'lsa, uni qayerda chiqish kerakligini va o'sha faylning nomini mana shu yerga yozib chiqarib qo'yish kerak bo'lar ekan. Bu katalog ichida bo'lishi ham mumkin. Misol uchun birorta director deydi, papka katalog. Bu yerga birorta nom yozishimiz mumkin. Birinchi yoki bu hop papka deydi, bu katalog deydi. Bu katalog. Mana bu katalog degan katalog ichiga fayl yaratsa-chi, PHP mana ikkinchi nuqta blade, ikkinchi blade fayl yaratildi. Endi vaqtdan tejash uchun mana shu yerga yozib turaman. Mana bu demak birinchi emas, ikkinchi deymiz. Mana bu kerak emas. Hop, birinchini yopib turaman. Hop, bizda u chiqish kerak bo'lib qoldi. Chiqish kerak bo'lib qolsa, mana shu yerga yozishimiz kerak bo'ladi. Hop, ikkinchi. Ikkinchi deganimizdan keyin, hop, bu ikkinchi deb yozgan mahalimizda hozir hech narsa chiqmaydi. Mana ikkinchi. Hozir enter deb bossam chiqib ketishi mumkin, chunki hozir birinchini ulab qo'yganman. Bu birinchi hosil qilingan sahifa mana shu yerda turibdi. Endi mana bu ikkinchini ulashim kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, avval demak katalog nomi yoziladi. Bu katalog. Nuqtadan keyin mana ikkinchi deysiz. Demak, katalog ichidagi fayllar view'da gavdalantirilayotgan mahalda o'rtada nuqta bilan demak yoziladi. Mana shunday holatda gavdalantiriladi. Endi hozir buni ko'rmoqchi bo'lsak, mana bu ikkinchi hosil qilingan sahifa deyapti. Xuddi shunday qilib bu yerdagi demak view'da turgan blade fayllarni web php'dagi qayerda chiqish kerakligidan keyin qayerdaligini yozib qo'yishimiz kerak. Ikkita narsaga javob berar ekan. Qaysi manzilda chiqish kerak, qaysi fayl chiqish kerak. Mana shuni to'g'ri uddalay olsak, biz uni to'g'ri yo'naltirilgan bo'lamiz. Yana bir narsa, mana shu joyda terminal bor, Alt F12 bilan ham chiqadi. Biz bu yerga misol uchun yozishimiz mumkin. PHP artisan root 2.list. Bu nima degani? PHP bu oddiy xizmatchi so'z, PHP yordamida ketyapti. Artisan ham xizmatchi so'z, bu mohir usta degan ma'noni bildiradi. Root bizda mana shu joylarda chiqayotgan manzillarimiz, qaysi manzilda chiqayotganligi 2.list desa, list ro'yxatni beradi. Enter tugmachasini bosadigan bo'lsak, mana bizda bosh demak root bor. Mana haqiqatda turibdi. Birinchi degani bormi? Bor. Ikkinchi bormi? Bor. Qolgan narsalar fayl yuklash uchun storage ga page'lar. Oxiridagi ikkita. Demak, oxiridagi ikkitaning tepasidagi hamma narsa siz nechta root hosil qilgan bo'lsangiz, mana shuncha demak rootlar bilan ishlash imkoniyatini berar ekan. Mana shunaqa qilib demak root masalalarini hal qilish mumkin. Bu faqat rootlar haqidagi gap. Endi buni controller va boshqalarini ikkinchi videoda qilganimiz to'g'ri bo'ladi.